driverless robotlar. Robototexnikada mashinalar, robotlar yasaymiz. Я строил самолет с ракетами. Мне очень интересно, это мой самый любимый урок в школе. Har yil boshida Toshkent Politexnika muzeyi ko'rgazmalar marafonini aynan robotlar kuni bilan boshlaydi. Ushbu sana ilk bor inson kabi harakatlana oladigan robotni yaratgan fransuz ixtirochisi Jak de Vaucanson tavalludi bilan bog'liq. Jak de Vaucansonning 1730-yillarda yaratgan avtomatlari, xususan fleyta chalayotgan mexanik figura va mashhur mexanik o'rdak Yevropada katta shov-shuvga sabab bo'lgan. Ularning Parij va boshqa shaharlardagi namoyishlari tomoshabinlar tomonidan hayrat va hayajon bilan qarshi olingan. Bugun esa oradan 3 asr o'tib, robotlashtirilgan mexanizmlar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib, kundalik turmushimizdan tortib sanoatgacha bo'lgan ko'plab sohalarda muhim o'rin egallamoqda. Robotlar kuni nafaqat tarixiy bosqichini yodga soladi, balki zamonaviy texnologiyalar sari intilayotgan yoshlarni bir maydonga jamlaydi. Har bir loyiha amaliy yechimga yo'naltirilgan aniq g'oya. Bizda Cosmos Innovation jamoamiz bor, Turin Politexnika universitetida. Biz mana shu loyihalarimiz bilan qatnashmoqdamiz. Hozirda 6 ta loyiha olib keldik bu yerga. Bularga Temir Najot nomli tankamiz hamda o'sha kuzatuv uchun har xil barakanlik oldini olish uchun robotlarimiz bor. Misol uchun kuzatuv kemasi. Bu asosan o'sha har xil suv havzalarida barakanliklarni oldini olish uchun ishlatiladi. Hamda masofadan 5 kilometrgacha signal berib tarqatib turadi. Keyingisi esa minikara, bu o'sha A nuqtadan B nuqtaga kichik hajmdagi yuklarni tashish uchun foydalaniladi hamda o'sha AI yordamida haftalik, oylik, kunlik qilib ma'lumotlarni uzatib turadi. Ya'ni qancha yuk ko'targan, necha kilometr yurgan hammasini. Bu qolganlar esa o'sha Temir Najot nomli tankamiz bor. U o'sha 500 kilogramgacha hajmdagi yukni ko'tara oladi hamda masofadan 5 kilometrgacha boshqarsa bo'ladi. Bu asosan o'sha jang maydoniga har xil o'q-dori yoki shunaqa o'xshash kerakli, foydali buyumlarni tashish uchun foydalanadi. Bu yil 11-marotaba o'tkazilayotgan ko'rgazma robototexnikaga qiziqadigan yoshlar orasida katta qiziqish uyg'otdi. Tadbirda texnika yo'nalishiga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalari talabalari hamda hududiy innovatsion markazlari vakillari faol ishtirok etdi. Toshkent Politexnika muzeyi bugungi kunga o'xshagan tadbirlarni o'tkazib berish o'ziga xos an'anaga aylangan. Bu ko'rgazma o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlarni texnikaga oid fanlarga jalb qilish, ularni bilimini yanada oshirish, ularni ixtirosini ommaga tanitishdan iborat. Ushbu ko'rgazmada ishtirok etuvchilar soni yildan-yilga ortib bormoqda. Bu yilgi ko'rgazmamiz 11-marotaba o'tkazilmoqda va bu yil ko'rgazmada 70 ga yaqin o'quvchi yoshlar va talabalar ishtirok etishmoqda. Ixtirolar turli yo'nalishlarda kuzatishingiz mumkin, ya'ni harbiy sohalarda, meditsinada va turli tadqiqotlar uchun ishlatish mumkin bo'lgan robotlar bilan kelishgan. Zalda turli yoshdagi ixtirochilarni uchratish mumkin. Kimdir kichik mobil robotni masofadan boshqarsa, yana kimdir uchuvchisiz apparat parvozini namoyish etdi. Tadbirda nafaqat oliy ta'lim muassasalari talabalari, balki endigina maktab ostonasiga qadam qo'ygan bolajonlar ham faol ishtirok etdilar. Ularning ko'zidagi ishonch va qiziqish kelajak muhandislarining shakllanayotganidan darak beradi. Kichik qo'llar bilan yig'ilgan oddiy konstruktor bugun o'yinchoqdek ko'rinar, ammo ertaga yirik sanoat loyihasining asosi bo'lishi mumkin. Bu robotning nomini aqlli mashina deb qo'ydim. Bu to'siqlarni ko'ra oladi. Mashina to'g'riga yursa yoki piyodalar yo'lda o'tsa, piyoda chiqib qolsa, bu mashina odamni ko'rishi bilan to'xtaydi. Robotlar kuni bu shunchaki ko'rgazma emas, bu orzular maydoni, g'oyalar laboratoriyasi va kelajak muhandisining dadil qadami. Muzeydagi har bir kichik robot modeli esa katta kashfiyotlarning boshlanish nuqtasidir.